O inson, sekin olib berganman bu hammasini. Hay, bolam. To'yda oldin nima va'da berganingiz sizdan chiqdimi? Nima bo'lyapti, jon qizim? O'g'lim, nima gap? Ko'rmaysizmi buni? Kundan kunga nafsi hakalayotyapti. Nima gap, ona qizim? Akamchi bilasizmi? Qizingizga zo'r mashina olib beribdilar. Ha? Manchi loyiq emasmi shunaqa narsaga? Olib berasiz, ular joyda emassiz-ku. Qizim, hay o'zingizni bosing. Axir hamma bayramlarda sizga chiroyli, qimmatbaho sovg'a-salomlarni olib beryapti-ku, o'sha mashinani ham olib beradi. Albatta olib beradi, xudo xolasa. Faqat biroz sabr qiling, jon bolam. Sabr qila olmayman. Nega mendan keyin to'y bo'lganlar mendan oldin mashina minish kerak? Shu to'g'rimi? Mubina, seni tanimayapman. Ozgina sabr qildim. Hay bolam. Akang bilan meni solishtirishing jonimga tegdi. Bolam, bo'ldi qil. Bitta mashina olib bera olmaydigan ermi o'zi? Ketaring. Hay bolam. Onangiz o'lgulsin, jon bolam, unaqa qilmang. Iltimos, unaqa qilmang. Shu bitta temir o'lguritib orangiga sovuqchilik tushirishga arziydimi, a? Arziydimi? Onang o'lgulsin, unaqa qilmang. Olib beradi. Ha, o'zi